O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasida o'tkazilgan O'zbekiston va jahon xalqlari madaniy hamkorligining istiqbollari mavzusidagi xalqaro ilmiy amaliy anjuman nihoyatda yuksak saviyada o'tdi. Ayniqsa xorijdan kelgan mehmonlarimiz, Qozog'iston xoreografiya akademiyasi rektori Bibigul xonim, Baku xoreografiya akademiyasi prorektori Nailiya xonimning ma'ruzalari bizning talabalarimizda, professor o'qituvchilarimizda juda ham katta taassurot qoldirdi. Shuningdek, Zoom orqali Misrdan Manara xonim, Hindistondan Shaminaz Bano, professor Axloq va Qozog'istondan dotsent Shahlo Naraliyeva, Hamidullah Tojiyev, Ozodaxon Musayevalarning ham qatnashib, o'zlarining bugungi anjumanimiz haqida juda ham chiroyli fikrlarini bildirishdi. Muhtaram prezidentimiz o'zlarining bir nutqlarida ilmga asoslanmagan sohaning kelajagi yo'q degan edilar. Bugun o'zbek milliy raqsi nafaqat bir go'zal sahna asari, go'zallik ramzi, ezgulik ramzi sifatida, balki katta ilmiy tadqiqotlarning manbai sifatida ham dunyo hamjamiyatini o'ziga tortmoqda. O'ylaymanki, bugungi bo'lib o'tgan xalqaro ilmiy anjuman O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasining ilmiy tadqiqotlari dunyodagi ko'plab xorijlik olimlarni, mutaxassislarni qiziqtirayotganligining bir juda ham nihoyatda go'zal namunasi deb bilaman va kelajakda biz nomlari tilga olingan qozog'istonlik, ozarbayjonlik, rossiyalik, misrlik, hindistonlik olimlar bilan, ilmiy tadqiqotchilar bilan o'zimizning ilmiy tadqiqotlarimizni davom ettiramiz va bugungi kunda biz ular bilan hamkorlikda xalqaro loyihalar yaratish ustida ham o'ylab turibmiz. O'ylaymizki, albatta bularning hammasi yaxshilikka, ezgulikka, millatlararo totuvlikka, millatlararo yaqinlikni, qardoshlikni, mintaqada san'at va adabiyotning gullab yashnashi uchun alohida bir ko'prik vazifasini bajaradi. Yuzaga ularning hamkorligi nima olib keladi O'zbekistonga shu akademiyaga? Avvalo, bu hamkorlik ular bizning raqslarimizni o'rganish orqali o'zbek xalqining tarixini o'rganadi. O'zbek xalqining bugungi kuni bilan qiziqadi. Va bu xalqlarni ruhan bir-biriga yaqinlashtiradi. Shuning barobarida yana bir narsani ochiq aytishimiz kerakki, bu hamkorliklar mana bugungi xalqaro ilmiy amaliy anjuman ham kelajakda xalqaro turizmni rivojlantirishga albatta o'z hissasini qo'shadi degan umiddaman. Chunki bugun Xiva haqida, Samarqand haqida, Qo'qon haqida juda chiroyli fikrlar aytishdi. Mehmonlarimiz aynan Qo'qon raqslarini, Farg'ona raqslarini Qo'qonda ko'rishni orzu qilishyapti. Samarqand, Buxoro raqslarini Samarqandda, Registonda ko'rishni orzu qilishyapti. Yoki o'sha mahobatli, go'zal, UNESCO ro'yxatiga kirgan Lazgini aynan Xivada, Ishan qal'ada ko'rishni orzu qilishyapti. Bular hammasi yaxshilikka, ezgulikka olib keladi. Bular hammasi bugun dunyoda O'zbekistonni, o'zbek xalqini san'atini, o'zbek xalqini tarixini sevadigan yaqinlarimiz, qadrdonlarimiz ko'payib borayotganligidan darak beradi.